Mərtlik bilan palvon təyişrisini əl qilish. Yaxshimsa do'stlar, unda qo'yib biz 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Jouyuninki tadbir ishlatib, Liu Yangni mag'lub qilib, Jouyu Sunsodaninki Danyangni tatib olganlik to'g'riliq so'zlagandik. Endi bu zaminni tatib olgandan keyin nurg'un lashkarlar bularning qo'liga tushdi. Nurg'unlar qochib ketdi. Endi shu bularning qo'liga tushib qolganlarning ichida təyişrisi deydigan bir kishi bor. Biz oldingi filmda so'zlagan bu nihoyatda zabardast palvon endi, sanug'un. Endi shu təyişrisini tutib olgandan keyin Sunsomu buningga ichi nihoyat qoyil. Chunki buning bilan yengma-yeng ilishib, bir-birini yengolmaganda. Shuning bilan Sunso nima o'ylaydi desam, shu təyişrisini yenimda olib qolsam, men qo'shilib billa men bilan cho'ng-cho'ng ishlarni qilishimga yordam qilsa, to'yib qo'shsa menga degan bir xiyolni qildi. Chunki har qanday bir cho'ng ishni qilishni o'ylaydigan iqtidorli kishi o'zining yanida iqtidorli bir odamning bo'lishini o'ylaydi. Bir rahbar hamda iqtidorli odamning bo'lishini o'ylaydi. Shuning o'xshash bu Sunsomu rahbar bo'lish bilan shundoq palvonlarni, bilimi kuchli mushavirlarni o'zining yeniga tortib kelishni o'ylaydi. Shuning bilan bu təyişrisini o'zining bargohiga kelib so'raydi bundan. Ham so'rashdan burun buni hamda cheriklarniki bog'lab akirganligini ko'rib, o'zi hamda berib yeyishibdi. Demak, mushuning o'zi ajoyib bir inchiklik deymizda hamda. Yeyishibtinglar desam bo'ladi. O'zi oldiga berib maxsus yeyishibdi. Maqsad nima desa, təyişrisini ta'sirlantirish. Ammo buningki bu kichikkina harakati uni ta'sirlantirmaydi. Shuning bilan təyişrisi bir xil nihoyatda hakavur, hech qanday bosh egmaydigandek holatda turdi-da uni. Turgandan keyin Sunso shuning bilan seni o'ltirib etishimdan qo'rqmamsa degandan keyin qo'rqmayman deb javob berdi. Anaki Sunso təyişrisidan agar sen meni tutib olgan bo'lsang qanday qilarding degandan keyin təyişrisi o'ltirib etdim degan bir javob berdi. Ajoyib keskin holat. Shuning bilan Sunso andin deydi-da, mening seni o'ltirib etgan bor. Ammo men sening palvonligingga nihoyat qoyil bo'ldim. Men bilan texi yakma-yak tutishqidek palvonni men texi bayqamagan ekan. Men sana haqiqatan qoyil. Bo'pti. O'zing tanlig'in. Agar yenimni qilib ishlayman desang, men seni sanog'un qilib e'tiborlab ishiltaman. Agar ishlamayman desang, o'zing nima ish qilsang mayli, men seni qo'yib etaman degandan keyin unda o'z qo'yib etmini deydi bu təyişrisi. Shuning bilan Sunso bo'ldi, qo'yib etay deb andan keyin bo'ldi kessang bo'ldi agar ketgan bo'lib qolsa deb ruxsat bergandan keyin shundan təyişrisi keyniga burilib mangdi. Ham bu vaqtda Sunsoninki vazir uzralari nihoyatda cho'chiydi. Bir xil beoram bo'ldi. Nima ish qildi desa, endi bu təyişrisi bu yerdan chiqsa, qo'yib berilsa, dushmanning qo'liga yana tushib qolsa, bu o'ziga nisbatan nihoyat cho'ng xiris, cho'ng bir dushman bo'lib qoldi. Shung buni alvomagan ekan, o'ltirib o'tish kerak deb o'ylaydi bular. Sunsoga nasihat qildi-da, qo'yib etsak bo'lmaydi degandan keyin men qo'yib o'taman dedim. Ketkisi bo'lsa ketaversin degandan keyin təyişrisi shundan keyniga qarmay mengib bargohdan chiqday qolgan vaqtda keyniga burilib, men sizga qoyil. Men shu urushgandan keyinlar sizga qoyil bo'lgandim. Men sizga ergashay. Siz bilan birga cho'ng ishlarni qilishni o'ylayman degandan keyin shundan Sunso hayajondan shu taxtdan tushiblar o'rniga o'tirdan berib uningki shunda tizlangan holatdagi təyişrisini turg'izib shunday qilib ketdi. Qilgandan keyin shundan bilan bu təyişrisi Sunsoga deydi. Men bundalik kasam bo'lmaydi. Men cho'qim bir to'yib qo'shimsam bo'lmaydi. Shunga meni qo'yib eting. Men ati mushu vaqt bo'g'icha qochib ketgan lashkarlarning hammasini yig'ib sizning oldingizga kelaman. Men sizga lashkar akab beraman. Shuningda biz texim kuchimiz, zo'rimiz, menmi sizga to'yib ko'rsatgan bo'lay. Quruq qo'l kelmay degandan keyin Sunso bo'ldi deb uni yo'lga solib qo'ydi. Yo'lga solib qo'ygandan keyin bir kun o'tdi, at tush bo'ldi, tushdan keyin bo'ldi, kelmaydi bu təyişris. Shuning bilan vazir uzralar sanog'ullar yana g'am qilishga boshlaydi, anslashga boshlaydi. Təyişrisiningki aldam qolisiga tushib ketibdi. Mana aldandik, mana deb ichida bir xil g'udrab shunday qilib ketdi. Bu vaqtda hamda Sunsomi bir xil ichi titildab ketdi. Vazirlari, mushavirlari da'vagandan keyin kelmaydigan bo'pti bu təyişrisi hamda deb turgan vaqtda, qash qaraygan vaqtda təyişrisi mingdak odamni boshlab keldi. Buni ko'rib Sunsona qo'shib ketdi. Təyişrisi bilan ko'rishgandan keyin sanab chiqib 1200 qochib ketgan cherikni boshlab Sunsoga bayat qilish uchun kelganligini bayqaydi.
amaliyotda bu ajoyib cho'ng to'hfa hisoblanadi. Nimishqa? Chunki Sunsoning aslida bor qo'shini 3000. Yuanshudan ariyatga olgan 3000 qo'shini bor uni. Zhou-Yunning qo'shinini qo'shsaqmi 5000 ga yetmaydi. Demak, bu Tayshisiniki 1200 odamni, ya'ni saq jang qila oladigan, mashqlantirilgan askarlarni, lashkarlarni ib buning yeniga kelishadigan ajoyib zo'r to'hfa. Shunga Sunso buni ajoyib cho'ng ko'rdi. Buni sanğunluq o'rnini qo'yib, shu 1200 odamga bosh qilib o'zining yanida ishiltidi. Shuning bilan bu Tayshisimi Sharqoviningki adimiga aylanib ketdi, Sunsoning qo'l ostiga kirdi. Keyingi vaqtlarda bu Tayshisi ajoyib zo'r to'hfalarni ko'rsatdi. Shu Sunso o'lib ketgandan keyin Sunchuan uchunmi bakchiq janglar qiladi. Buni keyingi vaqtlarda so'zlaymiz. Demak, Sunso bilan Tayshisiningki hikoyasi mana shunchalik. Endi do'stlar, shu parchalikdagi texim nadir mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, qo'shish belgisini besib, mana agish bilanglar. Shu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish orzusi bo'lib qolgan do'stlar bo'lsa, ayrimxona uchur qilinglar. Men nutq o'rganishdagi o'zimningki shu usullarimni, tadbirlarimni, tajribalarimni sizlarga ham baharlab beraman.